Xitoy Daeshni dastak qilib Uyg'urlarni qoralamoqda. Ulug'dog' universiteti muavin mudiri doktor Mahmad Yuja islomni dastak qilib radikallikni tashviq qilishning islomda o'rni yo'q. Bir qism axborot manbalariga asoslanganda Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarning Daeshga qo'shilishida Xitoy istixbarotlarining qo'lining baliqi. Xitoy mushu usullar bilan Xitoyning siyosatiga qarshi chiqqan Uyg'urlarni chet elga chiqardi. Bu yerdagi muhim masala shuki, Xitoy Daesh bilan munosabat o'rnatib, xalqarodagi davlatlarni Uyg'urlar bilan munosabat qilishdan, ularga hesdoshlik qilishdan qochiryotidi. Xitoy navbatda bu tadbirni Turkiyaga ishiltiyotidi dedi. Xitoyning 19-qurultiyi oxirlashdi. Sharqiy Turkistonliklar bu qurultayda o'zgarish bo'lishini kutgan edi. Aksincha, Xi Jinping Mao bo'ldi. Xi Jinping taxtga chiqqandan beri Sharqiy Turkistondagi zulm hassilab oshdi. Chet elda muhojiratda yashayotgan o'quvchilar, sayohatchilar, tuqqanlarni yo'qlab chiqqanlarning hammasi Xitoy tajovuzchilarining cheklimasiga va zulmga uchrab, Xitoyni boshqadan to'nidi. Sharqiy Turkistonning davosimi nurg'un qiyinchilik va krizislarga duch kelmoqda. Navbatda Xitoy Sharqiy Turkiston da'vo yo'llarining hammasini to'sashga urinmoqda. Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi da'vatchi ustoz Nuriddin Yildizini ziyorat qildi. Sharqiy Turkiston Ulamolar birligidan tashkillangan bir hay'at guruhi Turkiyada tonilgan diniy olim va da'vatchi ijtimoiy vaqfining qurg'uvchisi ustoz Nuriddin Yildizni ziyorat qildi. Ziyorat jarayonida Sharqiy Turkistonning hozirgi vaziyati va xalqimiz duch kelayotgan zulm haqida qisqacha ma'lumot berildi. Ziyorat jarayonida yana Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi tarafidan elib berilayotgan xizmatlar va buningdan keyingi tashviqot va da'vat sohasida hamkorlashish haqida muzokara elib berildi. Suriya o'qituvchilari ittifoqlashdi. Suriyadagi o'qituvchi guruhlar Turkiyaning tirishchanligi bilan ittifoqlashdi. Suriyadagi o'qituvchi va inqilobchi kuchlar mamlakatlik koordinatsiyasi bilan Erkin Suriya armiyasiga qarashliq 35 guruhi bilan kelishdi. Halabning Aziz nahiyasida ko'rishgan qo'mondan va siyosiy vakillar ittifoqlik o'rnatgan guruhlar bilan Suriya armiyasi qurib chiqishni qaror qildi. Barliq guruhlar qoral yarog', harbiy avtomobillarni va harbiy gazarmalarni Suriyaning o'tkinchi hukumati tarmog'idagi Mudofaa ministrligiga o'tkazib beradigan bo'ldi.